Mana men qayoqdaman? Bugun shunaqa biza yosh bolalar bilan nimalar pishiryapmiz? Pletsen kekslar bular, yangi yilda pishiriladigan pechenyelar 2 kun oldin biz bolalarim bilan pishirgandik. Endi esa o'zbek bolajonlar bilan pishiryapmiz. Bu yoqda mana bunaqa nomi nima dedingiz? Makroni degan pechenyelar ekan. Ko'rsataman buni olib pishgandan keyin. Mana. Oling, qiling. Bizning pechenyelarimiz tayyor. 5 xil, 6 xil pechenyelar, bodomdan qilingan. Bu korun va shokotli, ko'rmi? Bu esa qulupnayli, bu esa sariyog'li, bunisi esa kokosli, bodom va tuxum oqi bilan qilingan juda ham zo'r retsept bo'lar ekan. Albatta qilib ko'ring, mana ichini ko'rsataman. Bunga un solinmagan, faqat bodom, tuxum sarig'i, yana nimadir ham bor. Faziropadan so'rasak bo'ladi. Shunaqa ajoyib retseptlar va Lebkuchenmidi, nima edi? Lebkuchenida. Mana bu. Lebkuchen mana. Bu Lebkuchen.